O'rtoqlar, assalomu alaykum. 2026-yil barchamizga muborak bo'lsin. Bu yilda o'tgan yilda erisha olmagan yutuqlarimizga albatta erishib yurib, hammamizga omadli, barakali yil bo'lsin. O'rtoqlar, bu murojaatim bizada sayt bor endi. O'tgan yilda bu narsaga yetdi, xudo xolasa ochdi ham. Men har bitta videoning oxirida sizlarga aytib boraman, narx-navolar bilan batafsil ma'lumot bo'yicha saytimizga kirsanglar ham bo'ladi. Bundan asosiy maqsad, men noto'g'ri tushunmanglar. Men narx aytishdan qochmayman. Bundan oldin ham aytib kelganman, yana kerak bo'lsa ham aytaman. Faqat bu saytda aytayotganim sizlarga, bu saytni rivojlantirishimiz kerak biza. Saytimizda qancha rivojlansa, ertaga chetdan kirayotgan xorijliklar ham kirib mototsiklga qiziqish bildirsa, Google kirib poyezd berganda, sizlar qancha ko'p kirib postit qilsanglar, ular ham shundoq mototsikl deganda, biza shundoq kelib chiqishimiz uchun men shu saytni yuritishim kerak. Sizlardan poddержка kerak bo'ladi menga. O'shaning uchun noto'g'ri tushunmaysiz degan umiddaman. Bilasizlar, men narxga umuman menga u ish oson. Sizlarga narx aytish. Texnika narxini naizust bilaman hammasini. Lekin narx saytimizga kiringlar deyishimdan sabab bu saytni rivojlantirmasa bo'lmaydi. O'shaning uchun men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Sizlarga hozir men saytimizga kirishni oson yo'l ko'rsataman. O'zi sodda qilib ishlangan, unaqa bir qiyin bir qanaqadir boshqacha qilib ishlanmagan bu saytimiz. Soddagina mana. Google ochib olasizlar. Kompyuterni ko'rsataman endi. Mana shu poyezdga shundoq yozasizlar mana. Ekomoto. Us. Endi menda bu tayyor turibdi. Mana. Ekomoto us deb yozsanglar, buni poyezdga berasizlar. Mana. Bo'ldi. Mana saytimizga kiryapti. Hali bu darobotga qilinadigan joylari bor. Soddalashtirib beraman yanada. Mana Lifan, Gfox, Xunji. Shu ikkita brenddan bizaniki. Gfox ham, Xunji ham. Xunji bu zavodimiz bor, 3 oylik ishlab chiqaramiz. Bunga hali sizlarga batafsil ko'rsatib boraman. Bu 3 oylik ham zo'r bizada sifatiga vaqtcha gap bo'lishi mumkin emas. Lifan brendiga kiramiz. Mana. Lifan. Ko'rasizlarmi? Narx-navo hammasi yozilgan. Legendarniy bizning brendga keldi, irakasi. Mana. Podrobniyni bosdi. Rasmlari ham chiqib keladi, narxlari ham chiqib keladi mana. Ko'rasizlarmi? Xullas mana texnik ma'lumotlar ham bor. Bu yerda mana sodda qilib ko'rsatganmiz. Dvigatel hajmi, mощности, karburatorda vesi hammasi bor. Xullas mana shunaqa gaplar. O'rtoqlar, saytimizga qancha ko'p kirsanglar, shuncha rivojlanadi. Sizlardan yordaminglar kerak. Poddержкani ayamisiz degan umiddaman. Bu videoni yaqin tanishlarga yuborib, repost poddержка nima bo'lsa qilib yordam bersanglar xursand bo'laman. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.